Assalomu alaykum savolashlar. Bizningki endi boshlaydigan darsimiz Microsoft Chiqsiniki Office oilasi ichidagi Excel, ya'ni ikinci qatorda o'rganadigan yozadiganimiz Excel, Excelning 2010 nashri. Hamda bu Exceldan nima uchun qilib vaqtda bu butunlay jadval. Butunlay jadval. Bu maxsus jadval bartaraf qilishga ishlatiladi. Hamda bu jadval orqali har xil graflarni tuzgili, undan boshqa har xil murakkab bo'lgan hisobotlarni bartaraf qilishga bo'ldi. Hamda Excel'ninki ko'rinushi butunlay jadval. Üst taraf hamda eng usti bo'lsa bu yer tez qurol stoni. Yani bu yerga o'zimiz xalon qurollarni chiqarib olg'ili, bu yerga xalon qurollarni o'zimiz chiqarib bo'ldi. Masalan, ramka qilish quroli, ya'ni bu qurolning ustiga ma'lum chekib, bu turni tanlab bersak, bu yerga chiqish bo'ladi. Hamda xatning rangi, buni tanlab chiqish bo'ladi. Undan boshqa o'zimizga lozim bo'lmagan qurollarni yana bu yerdan chiqarish bo'ladi. Yana buning ustiga ma'lum chekib, bu turni tanlab bergandan keyin bu o'rindan chiqarish bo'ladi. Lekin ammo asli o'rindan yo'qolmaydi, Mushunga o'xshash. Hamda ma'lum bo'lsa bu arqonning yozilganiki Teams stoni, bu shu hujjatningki ismi, hujjatning ismi qatorlar chiqadi. Andan keyin Excel'ninki 2012-qurdiksi bo'lsa, bu tizimlik stoni. Buningda Vengen, ya'ni hujjat, cache, ya'ni boshlash, charu, ya'ni qistirish, yemen buju, ya'ni bit o'rlashtirish, gongshi, ya'ni har xil formula, shuju, ya'ni soliq ma'lumot, shinyu, ya'ni ko'rish, o'qish qatorliq. Andan keyin shitu, ya'ni shu Excel'ning navbatdagi xizmat ko'rinishi, jadashon, ya'ni sirtdan qo'shilgan imzolarniki qo'shimchalari qatorliq jami 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yana Vengenni biz mana tizimlik soniga qo'shmaymiz. Odatda doimli tizimlik sonini qo'shmaymiz. Shunga jami asos 8 tur bor. Ammo Vengen bo'lsa, bu Office'ningki asos xizmat nishoni bo'ldi. Bu ham Vengenning ichida asos nimalar bor degan vaqtda hujjat saqlash, hujjat echish, navbatga ijroga hujjatni etib etish, navbatga hujjatning uchurlari, undan boshqa eng yaqinda ijroga hujjatlar, yangidan hujjat qurish, bes chiqarish, undan boshqa yo'llash, saqlash va yo'llash, yordam, Excel tanlash, undan boshqa navbatga shu hujjatning ikkinchi qator turlari bor. Hamda men ma'lumotlarni bir boshdan tafsil so'zlab o'tirsammi, biz bu jarayonlarni Word so'zlab bo'lgan-ku. Asosan farqi yo'q, Hamda cache'ni ichiga kirgandan keyin buning ichida asosliq shu Excel doim ishlaydigan materiallar bor. Charonchida butunlay qistirish mazmunlar, yemen bujunida maxsus bet o'rlash munosabatlik, Go'shunchida har xil formulalar, masalan, mayda qanchaku, ya'ni har xil formulalar tartib bo'yicha ayrilgan. Masalan, mau tekst munosabatlik, undan boshqa vaqt va chiziq munosabatlik, undan boshqa izlash, undan boshqa masalliq munosabatlik, har xil formulalar hammasi ayrim guruhlar bo'yicha ayrilgan, Shu uchun bu yer asosida maxsus shu soliq ma'lumot ombiri bartaraf qilish munosabatlik turlar. Shuni ham bu yerda o'qish yozish, biz bu yerdagi ma'vo tarjima qilish iqtidorini biz Word 2010 so'zlab bo'lgan-ku. Ya'ni murakkab qancha yoziqni normal yoziqqa, normal qancha yoziqni murakkab qancha yoziqqa aylantirib so'zlaganmi? Dal ashuna o'xshash. Endi bu yerdagi fanni, ya'ni biz uyg'urcha qanchaga inglizcha qancha inglizchaga tarjima so'zlaganmi? Ma o'ng taraf ko'zdan chiqadi.
biz bu o'rinni word so'zlab bo'lgan, ha. Endi bir so'z word o'xshamaydigan ya mush gunga yana ma'rani qilib qolma o'zgartish. Buni yana davomli so'zlaymiz. Hamda yana buning qaraydigan bo'lsak, Excel'da mana bir tur bor. Mana yerda bir harf bilan bir son qo'shilgan yoki bir harf bilan ikki son qo'shilgan mana tur bor. Yoki bir harf bilan 3 son yoki bir harf bilan 4 son. Endi harf bo'lsa bu mush sonninki nomni bildirdi. Endi mana keyindagi son bo'lsa mush qurninki nomni bildirdi. Tushundingizmi? Masalan, mana J'sini shunday qo'y. J'sini unda bo'lsa mana 19-qur. Shunday qo'y. Makaniki kesin 19-18-qur. Kesin 18-qur. Dal biz mavzuni nega chekkan bo'lsak, shu yer material ston chiqib turdi. Demak bu material stoni. Bu yerda navbatdagi qatorni o'rni ko'rindi. Bu o'rinda mazmunni ham formuladan tahrir bo'ldi. Ammo ifga bosgandan keyin maxsus formula ambar chiqadi. Bundan tushundim biz butunlay bütün formula ambarda mana ko'rindi, ha? Endi bu tayyorlash stoni yo'q bo'lib qolsa, shitusini chiqib, birinchidan mana oldi belgi bo'lmay qolsa, belgi qo'yib qo'ysin bo'ldi. Tushundingizmi? Endi vaqtlar uchun biz odatda mana ishlaydigan amaliy chiziqlar emasmi bu? Tahliliy chiziqlar. Qog'ozdagi mana doim qavaqda qog'ozga besib chiqilmaydi. Masalan, 5, mayga 1 son, mayga 20 son yozdim. Shunday qo'y. Endi men sizni ko'rindi hozir. Lekin men buni doimdan qilib ko'rgan vaqtda men sizni bilganlam sizni bu. Endi biz mush doirani tanlab turib, endi bu doirani endi ishdan siz o'zgartirib aytaylik. Keyshiningizdagi men ziti rayon kirib, buni men bu yoqdan so'yo konshana mana talab berdik. Talab berganki bu qapqarsiz o'zgardi-ku. Endi bu yerdan qaragan bo'lsak, boshqa chiqmay faqat mashadan qapqarsiz chiqdi endi. Demak, bu shuni o'xshash. Bular endi Excel'niki foydalangan tahliliy chiziqlar mana bu. Endi buni elvasak, shitunjiki ma'lumotni elvasak, qolgan chiziqlar ko'rmaydi. Tushundingizmi? Endi mana bu tema üst qismi. Manchinchi qur degan temasi mana bu. Tushundingizmi? Mush rayonlar bu. Endi bu chiziqlar hammasi foydalanishga bo'lgan chiziqlar. Lekin jadval qilgan vaqtda mush chiziqlardan egizligini manchilik, kengligini manchilik tanlab berib anandagi ishlasak bo'laverdi. Endi bu Excel'da bir qilolmaydigan ish nima degan vaqtda mesela ben Word'ni açtım, ha. Bu yerga men jadvalni bir qisib turay. Endi men ma'qurni nötimiz birinchi qo'limiz tikizig'ini mayga aralashtirmoqchi. Manigini mayga aralashtirmoqchi. Shunda bana bu bundan şekilde jadval shunda qo'y. Endi buni men tortsam bevosita hammasi tortildi. Endi aslida yetib endi men ikkisini tanlab olgandan keyin bevosita bu yerni tutdim, mayga keldi. Endi ma'lumot tutib qo'yib mayga sifati mayga keldi. Bo'ldimi? Lekin Excel'da buni qilinmaydi. Endi siz bu doirni bundan talab ediniz, ha? Bundan talab etgan bo'lsangiz, cho'qim ma bir ston. Ayman qilib aniki ma'sum bilan ma'sum ikkisini birlashtirasiz. Ma'sum bilan ma'sum birlashtirasiz, bunda pach qilish to'g'ri keldi. Excel'ninki shu butun shu qursizliklarni biz o'zini emas, ustidagi A B C deganiki ma o'ttirisini olib boramiz. Tushundingizmi? Shunga mana ixtiyor holatda qolgancha buzib tahlil bo'lmaydi. Tiksiz liniyasi buzmaydi. Agarda siz unda qilmoqchi bo'lsangiz, cho'qim mashqni tanlab bir xilbin qilib, mashqni tanlab bir xilbin qilib, mashqni tanlab bir xilbin qilib, endi man tanlab bir xilbin qilib,
Müştalatda sizsin bo'ldi. Mana tushundingizmi? Bo'lmasa undan boshqa amal yo'qmi Excel'da. Uni parcha-parcha blokli bo'lmaydi. Mana bir sistem bilan 20 sistemniki araliqdagi ma'yarni o'ttirisidan tiksiz chiqa olmaydi. Yo'qon mushu sistemniki araliq mush fasli bo'yicha xizmat etib bo'ldi. Tushundingizmi? Endi Excel'da mesela bularni hammasi bir amalga ishlaydigan, ya'ni rasmiy qog'ozga berish chiqarmoqda ko'rinadigan jadal bo'lmasimi, amaliyotda biz foydalanishni ishlaydigan bir foydali sizlar ham bor. Mushu Excel'niki bir xizmat jadalining o'zida nechtadan ston, nechtadan qurbalig'ini qanday bilamiz? Mushu mavi ston, mavi qur, ikkisining fasili mana shu. Bu yana cheksang neçken? 1 milyon 48.576. 1 milyon 48.576. Şunday bu. Mao qurniki sani. Qurni odatda ararpuja ifodalanadi. Tümezini o'ttiq kelsin. Lekin ben 16.384. Endi mushu Excel'niki 2003-yilda 200 ston bor. Lekin ma'noda 16.384 ston bor ekan. Tushundingizmi? Bundan ko'payib baqing, qancha kerak chiqar ekan. Bunu da aç kılıp nurgun kıtaşkez ha. Hem de manikürüm. Birler, onlar, yüzler, minler, on minler, yüz minler, 1 milyon, 10 milyon, 100 milyon, 1 milyar, 10 milyar. 17 milyar, 17 milyon 900 17 milyar 179 milyon 869 milyon 186. Demek 17 milyar olsa 17 milyar olsa bütün adam bilen adamınki neçesi attığını şuna bütün dünyada 7 milyar nüfus ama 7 milyar nüfusu var. Bütün ya 7 milyar nüfusu olmasa 7 milyar nüfusun ki şuna bakanda çıkarım hepsi. Hem de asla karan. Bir yerde şut 1, şut 2, şut 3. Bunlar olsa ayrım cedveller. Siz bir Word ölçüsüde fakat bir parça Word ölçüsünü saqlayabilirsiniz. Lekin Excel'de olsa nurg'ulg'an Excel jadvallerini ayrım qilib saqlash kerak bo'ladi. Tushundingizmi? Xo'sh, shuni bilan Excel 2010'ning asosiy xizmat ko'rinishi barabar tugadi. Hamda biz keyshi boshlab ketsak, mayadiki biz yetib qolgan katashlarni buni ücretli ha. O'sha birinchi plan mazmun chekib, shanjini bilsangiz hamda 3 yerdan qaytadan qurib turadi. Xo'sh, hamda bu yerda keyshning ichida rejim ben yani chipslar taqsisi, ZT yani xat nusxasi, Divish function yani shu katashning ichidagi mazmunningki o'rnini o'ng so'lga yoki ustiga asosan to'g'riladigan o'rinlar, onun başka yani şu yani sanlar yani sanlar anladığın yine
Yanşı yani şekil, devinki yani katak, benci yani terliş katarlık 7 tur ayrıtılgan keşinin içinde. Hem de biz ma kisata taksın sözümüzdeki ma Word okşaşma channel'ma. Hem de Excel'ninki ma kisatası Word'un okşaş. Anandaki ma ziyetli qaralmasınız. Bu yerda nima okşamaydi? Faqatla ma bu yerda Biancon okşamaydi channel'ma. Bu Biancon odatda ma Word olsa ma yerda dönüde bir tur var. Şunun için çıkıdı. Lekin ma Excel'da ma ziyetini çıkıdı. Ma Biancon hiç bilemsiz. Siz katak qilmoqchi bo'lgan ma'lum doirani tanlab bilan mashinaning ichidan ashuni tanlab bersangiz bo'ladi, ha? Tushundingizmi? Xo'sh. Endi dush function buni qayerga bo'lsak, bu yerda sol, o'tira, o'ng, ya'ni usti, o'tira, osti. Mana tushundingizmi? Masalan, men hozir ma'lum katakniki doirasini kengaytay, ha? Malah nazar kenara chiqib turay. Ana mayaga. Mayaga. Ana bu xatlarni hozir qaramasak o'ttirda ikki o'tir shuna qo'y. Agar butalansa sol taraf bo'ladi. Shuna qo'y. Butun ma o'ng so'l yo'nalish bo'yicha o'ttirda bo'lsin jujonda. Hamda ost yo'nalish bo'yicha bu ustiga o'ttirga ostiga. Mana tushundingizmi? Tushundim. Bu mush o'rin shu. Andan keyin andan keyin maqsadlar patmadi bu yerga. Buni qanday qilaman? Patmagan bo'lsa, buningki mau ko'ringiz mana. Zunun qancha buni besatgandan keyin ikkinchi qurib o'tadi. Agar buni besatsangiz patmasa, birinchi qurib turaveradi. Tushundingizmi? Xo'sh, andan keyin buning yaniki bu function ya'ni yeziqning yo'linishi, ha? Mush yeziqni yo'lini o'zimiz qolgancha tanishib ishlatish bo'ldi. Endi siz bu yerdan foydalanib ishlagan vaqtda kataklarninki yo'nalishini o'zgartirdi. Masalan, mana men yantolat tanishni oldiki biz qaytay. Bu yerni tanlab oldim. Tanlab olgandan keyin bu yerda men yantoni tanlab beray. Lekin yanto siz ko'rindimi? Ko'rmadi. Endi men doirnimi asli o'xshash amilishdan siz qildi, ya. Andan keyin buni tanlab berib yanto qilay. Endi yanto bo'ldimi? Bo'ldi. Buni biz doirlan qilgan vaqtda qog'ozga bunday yantolatda besib chiqdi. Tushundingizmi? Tushundim. Bunun o'zi yeziqning yo'linishi. Siz Uyg'ur chiqatni ham ikkinchisini boshlab yozsin bo'ldi. Yana o'ngdan boshlab, ha? Endi ma'lum bo'lsa, yana katakchiniki, ya'ni yeziqniki, o'rnini abzasniki, ha? Buni siz Word'ni o'rgangan shunaqa. Masalan, mayaga siz ma'lum xat yozmoqchi. Masalan, mayaga masalan mana o'quvchining ismini yozdik. Yozgandan keyin
Buni bundan chiqarsak, biz uzun, biz qisqa. Bir xil chiqib oldi, shunaqa. Buni soldan boshlab bersak, yaqin chiqib oldi, shunaqami? Buni foydalanib, sal bundan tashlab bersak, erkin chiqdimi bu? Mana men doim talab turib, onkin ishlatsangiz, foydalan chiqib oldi, tushundingizmi? Buni nima ishlatamiz deb o'ltirmang. Tushunish bo'ldimi? Xo'sh, endi buni o'zi qatnashchilarni, ya'ni birlashtirish qator xizmatlar. Endi biz buning uchun ma'lum doirani tanlab oldik. Ma doirani, ma to'rtta qatnashchini. Birinchisi xibuna yangi, ya'ni qatnashchini birlashtirib berdi. Tushunamizmi? Qatnashchilar bevosita shu qatnashni o'rtasiga chiqib turdi. Bundan hamda ikkinchisi bu mushu qatnashchilarni qurg'a ayirdi. Qur bo'yicha bitar qildi. Qolgancha o'z bitar qilmaydi. Tushundingizmi? Üçüncüsü yeni qatnashchilarni birlashtirish bo'lsa, ya'ni birlashtirishni qaytish, ha? Üçüncüsü xibunda yangi qatnashchilarni birlashtirish. Endi to'rtinchisi birlashgan qatnashchini bekor qilish. Tushundingizmi? Shunga o'xshash. Shuning bilan kayshning ichidagi 3-tur güç function tugadi. Endi nima edi? Shuzi, ya'ni son. Mavlani 8 kishi yetib turay. 8 kishi yezib, endi men Gongyan degan o'zini kengroq qilib, buni o'rniga men shuni bilan hamma deb yozdim. Shuni bilan hamma deb yozdim, ha? Bu yerga biz 65 kimning nomeri bor? Ha. Uyg'urchadan 65 ha 31 22 19 88 0 815 42 18 Men deyman. Endi muqimlashtirdik. Diqqat, biz mana internetimizni muqimlashtirgandan keyin men kimlik nomeri musbat ko'rmaydi. Tushundingizmi? Bunun sababi nima degan vaqtda bunday uzun nomerning yoki 5i 099 deb yozib 091 deb yozdik-ku. Endi internet bosdik. 5 0 ko'rinmaydi. Biz buni yozmoqchi bo'lgan qatnashchilarni cho'qim va cho'qim targ'ib etib turib, andan keyin mana shu rayondan, shu degan turdim. Venmin talab beramiz. Bu yerda men venmin talab beramiz. Tushundingizmi? Venmin qilib turib, andan keyin yozsak normal şeydi. Qaytani 65 31 22 19 88 0815 42 18 en turdim abi. En aslında yani 091 ni yazılma yani turaverdi. Tushundingizmi? Lekin esiniz bo'lsin. Hamma qatnashchining vermay qilib ketmang. Mushunda ekan alayda bir shu sonlarni kirgizgan ya qazlab andan keyin vermay qilsin bo'ldi. Lekin bu venbiniki bir mavzir var. Mesela qanday degan vaqtda biz mayaga Mavrunga, ha? 55. Mayaga 45. Bu ishni qozon necha bo'ldi? 100. Ana mayaga yozay, ha? Tam, son, sirni ochdim. Maninkini qo'shiman managa. Ya unaga emas, managa. Bu qanaqa formulani tekis chekib bo'lish turaverdi. Tushundingizmi? Formula ishlamaydi men avvalgi qatnashchilar. Shunga bütün qatnashchilarni bunday venbalar qilmaymiz. Hamda nöt qatnashchilarni men sizga men champion tanlab berib almasaq chekdim. Yana o'zim shunaqqa bu ham qo'sh chekib andan keyin men to'g'ridan besizdim. Endi shunda mayazman formula mushun o'xshashma formula ishlamaydi men venbalar qatnashchilar. Shunga şu alayda bir ahvol ihtiyojini bo'lgan vaqtda unga ishlasin bo'ldi. Endi keyingisi bu yerdagi ma'lumotlarninki qasrning ostida, bu yerga qarab olsangiz masalan bo'yicha pul birligi
vaqtda kesar shakli bo'yicha persent bo'yicha har shakl bo'yicha qabul bo'ldi. Masalan, bu yana men 45 dan boshlab asosigacha 5 dan kadakni, 4 dan kadakni. Bu yerdan pul bir talapay. Bu yerga 50 net internet bosdim. Qanday bo'ldi? Pul birliginiki qasirmay tanlangan. Endi persent bo'yicha talapay, ya. 50 net internet bosdim. 50% mi? Onu bastım. 25 5 Almayaga yine 5. Demek ben persen belki maya çıktı mı? Aslında kısmı çıkmadı. Bunun sebebi maşandan talep kılgan. Şunuz mu? Ma şu karang mayaga. Maya karang. Hazır ma persen çıkman gerek ma. Lekin ma persen çıkman gerek. Yani bunun kazının keyinde mana patsan bağı. Patsan bağı 0. Endi aslidagi mavi 0 nima bergan vaqtda o'nla kasr bo'yicha qo'shish, o'nla kasr bo'yicha elishini sallama uchanizmi? Xo'sh. Andan keyin yana ma 100 ga 0. Masalan, ma 0.91 ni ma persent talab berdi. Talab berganga chiqdimi? Chiqmadi chunki chiqmadi chunki bu u yerga ishlamay qoldi. Endi biz mayaga yezib buni talab berdi. 99%, 55%. Endi maya persentga qat yo'q hozir. Yo'q. Hozir 50%. Endi men mayani pul birlik bo'yicha talab beray, ya. Manamdan lam. Mayani talayli yuan bo'yicha. 100 yen. 15 internetim yuan. Man talab etib, endi men o'nla kasrni elib etli. Bo'ldimi? Xo'sh. Mana shu ish bo'ldi. Endi men keyingisi bu yerga 50. Bu mishkaniga 0 shu pasdan bo'lib elib. Tushundingizmi? Tushundim. Mana o'xshash. Shuning bilan ama Excel'niki müşahazırkı dersini müşince söyleyli. Hem de keşinin içinden yanşı var, dayanıgı var, biyenci var. Bulup mu yanşınınki içinden çacan gışı mayada sel başka şıza urla banmayada. Şuna bu yen biz ayrı bir misal sözümüzsek bulmaydı madayerlerine. Şunun için müşahazır söz degen jeriyanın bir kırıp çıkansılar. Başlayalım.